Bugungi 19-mart sanasida tug'ilgan qadrli insonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz uchun duo qildim. Dedimki, na yuragingiz dardlansin va na ko'zlaringiz namlansin. Umid qilgan har go'zal narsalaringiz qarshingizda muhayyo bo'lsin va Robbim barcha orzularingizni ro'yobini bersin. Umringizni har bir kuni quvonch va barokatlarga to'la bo'lsin. Qalbingizga sokinlik, rizqingizga kenglik, qadamlaringizga esa baxt va barokat hamroh bo'lsin. Siz orzu qilgan narsalardan ham go'zalini Alloh hadya qilsin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz hamda kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.